Assalomu alaykum, men mehribonajonlarim. Yaxshi dam oldinglarmi? Kuninglar yaxshi boshlab oldinglarmi? Bugun Gulzor shtab filialida qabulim. 5 yil oldin Qoraqamitchi ham, Gulzorni ham hamkorlikda ochgan edik. Hamkorlikda juda ham yaxshi ishladik. Endi bizga o'tdi, bilasizlar. 10 ta filial polностью o'zimda bo'ldi. Endi 5 tasi hamkorlikda. Bu filialni chiroyli qilib remont qildik. Qoraqamich o'zimizga o'tgandan keyin joyini almashtirdik. Baba boshida hamkorlarni xohishi bilan ular tanlagan joyda bo'lardi. Remontidan ham qo'ynim to'lmasdi. Endi o'zim xohlagan remont, o'zim xohlagan lokatsiyadan tanlaganmiz Qoraqamitchi. Gulzorni chiroyli qilib remont qildik. Ayollarga ham qulay qilib qildik va bugun qabulimni birinchi kuni o'zimizga o'tgandan keyin